Erimdan nima uchun kaltakcha yeb olganimni bugun video davomida aytib o'taman. Bugun bu xatni hamma nost uyquda uxlab yotibdi. Tunlar uzun deb kimdir aytib turibdi ularga shekilli. Soat 7dan turdimda, kofe mashinkamda kofelarni yangilab, sutlarni almashtirib, zavtragimni qilib o'tirsam, erim turib qoldi. Sizlarda ham shunaqami? Bir kishi tursa arqama ketim hamma turib kelaveradimi? 8:30da uydan chiqib ketdim, chunki 9:30da zakazga kirishimiz kerak edi. Bu ertaknoma uyga necha? Shunaqa antikvarniy narsalari ko'p. Chol kampir yashaydi, qaranglar, krasvot yechib o'tirishini. Xudoga ishonadigan, juda yaxshi odamlardan. Постоянно sertifga yordam so'rab keladigan odamlarga yordam qo'lini cho'zishadi. Bir yig'ishtirib aylanib kelib qarasam, chol kampir krasvot yechib yotishibdi. "Ну чё, молодежь, чё делаете?" desam kulib yotibdi. Miyamizni shug'ullantiryapmiz. Mana tanamizni formaga keltirish uchun fitnessga boramiz, to'g'rimi? Miyani ham shunaqa o'ziga keltirish uchun постоянно shug'ullanish kerak, kitob o'qish kerak, krasvot yechish kerak. Mana o'zimizga qaramasak, tarvaqaylab semirib oqib ketamiz-ku xamirga o'xshab. Miya ham xuddi shunaqa narsa, особенно 50 yoshdan keyin rosa bilinadi. Klientimni kuchuk o'lib qolganda qaranglar, hamma joyga portretlarini ilib tashlabdi. Kuchukda shu darajada qadri bor edi. O'tgan safar o'zimni o'zim shunaqa urishgandim. Ikkinchi marta rynokka borsang, ochingdan o'layotgandek 90 ta narsa ko'tarib kelmadi. Yo'q, baribir ochimdan o'layotganda 2 sumka narsa yig'ib olibman, uni yarmini musorga tashladim. O'zi aslida rynokka kesak izlab qidirib borgan edim. Erimni yonida jinniga o'xshab ko'rsatib o'tiribman-da, kesak oldim. Erim bo'lsa постоянно kesaklarimni olib oynadan otib yuborardi-da. Zo'rg'a aldab-suldab ko'ndirib oldim men. Hammani qorni och qolib kutib o'tirgan ekan. Erim bu yoqda oshni isitishga tushib ketdi. Hammamiz ovqatlanib bo'lgandan keyin mazza qilib kesagimni yeb oldim. Ha, aytgancha yana lavash oldim.